va akalar, ukalar, opalar, singillar, qizlarim, hammanglarni bugungi kasb bayraminglar bilan boshqarma boshlig'i nomidan, rahbariyat nomidan, shaxsan o'zimni nomimdan, tibbiyot bo'limini rahbariyati nomidan samimiy tabriklayman. Hurmatli Dilshod Hatijanov, sizni va siz orqali o'z hayotini, el yurt salomatligini asrashlik g'oyat mas'uliyatli va sharafli ishga bag'ishlagan barcha tibbiyot xodimlari kuni kasb bayrami bilan viloyat prokuraturasi organlari xodimlari nomidan samimiy muborakbod etaman. Xalqimiz sizlarni dunyodagi eng ulug' kasb egalari muqaddas qasamiyotiga sodiq, o'z ishiga fidoyi insonlar deb biladi va mashaqqatli mehnatingizni yuksak qadrlaydi. Sizlarga o'zimning samimiy hurmatim, ezgu tilaklarimni bildirib, mashaqqatli va oliyjanob faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Bugungi kasb bayram munosabat bilan sizlarga mustahkam sog'liq, uzoq umr, oilaviy baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, xalqimizning sog'lig'ini saqlash yo'lida mas'uliyatli faoliyatingizga ulkan zafarlar tilayman. Hurmat bilan Andijon viloyat prokurori Murodulloh Tagayev. Insoniy byuroga asosan Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli tibbiyot bo'limining bosh tibbiy hamshirasi Nazarova Irodaxon Mamajonovaga tashakkurnoma etaman.